Hozir biz targ'ibot tashkilot ishlarini olib boryapmiz. Hozir xavfsiz xonadon oyligi ketganligi munosabatdan is gazidan zaharlanishni oldini olish maqsadida ko'chama-ko'cha domlar bilan hozir yurgan holatida gromkogovoritelda gapirib ogohlantiramiz. Boshqarmasi ogohlantiradi. Kunlar sovuq bormoqda va uyingizda isitish moslamalaridan foydalanishdan oldin dudborot va morglarni o'rnating. Mavjudlarning sog'ligi va tozaligini tekshiring. Uyingizda isitish moslamalaridan foydalanishdan oldin dudborot va morglarni o'rnating. Is gazdan zaharlanish va insonlarning o'limiga sabab bo'ladi. Gaz jihozlaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'ling. Nosoz gaz jihozlaridan foydalanmang. Gaz plitalaridan foydalanishdan foydalanmang. Gaz jihozlaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'ling. Nosoz gaz jihozlaridan foydalanmang. Sog'ligi va tozaligini tekshiring. Yong'in xavfsizligi hamda gazdan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizni yong'in va boshqa baxtsiz hodisalardan asrab qolgan bo'lasiz.